Oldingda dunyoni katta eshiklari ochilib turibdi. Oldingda katta boylikka yo'l ochilib turibdi. Katta bir mansabga yo'l ochilib turibdi. Ammo mana shu hamma orzu qilayotgan shu narsalarga yetish uchun odamlarni tepalab o'tishing kerak. Odamlarning haqlarini yeyishing kerak. Ozor, aziyatlar yetkazishing kerak. Aloqalarni buzishing kerak. Mana shu mansab, martaba, boylik senga har qanchalar yoqimli bo'lmasin, har qancha o'ziga jalb qilib domiga tortmasin, unda shubhalar borligi uchun o'zingni orqaga tortishing kerak bo'ladi. Hadisda aytildi-yu, yuslihuna idza fasadan nas. Agar odamlar fasodga uchrasa, ularni isloh qiladi. Siz bilan bizni zamonamizda mana shu fisq fujur juda ham bir keng yoyilib ketdi, birodarlar. Odamlarning juda ko'pchiligi qilayotgan kasb-kori, tijorati, muomalalari halolmi, harommi farqlamay qo'yishdi. Qilayotgan kasbida, tijoratida ma'siyatga befarq bo'lib qolishdi.